Assalomu alaykum gruppadoshlar. Mana shunaqa barxatni simlardan shunaqa gullar yasayman. Kimgadir kerak bo'lsa bayramga, mana 8 martga qilganman, tug'ilgan kunga, yana boshqa narsalarga ham qilib berishim mumkin. Qo'limdan kelsa albatta. Mana shunaqa gullar bor, chechaklar. Keyin mana bu lolachalar. Chiroyli qilib narsa yasaganman. Kimgadir kerak bo'lsa, yurakchalik, bular hammasi shunaqa liqillab turadigan gullar. Mana shunaqa ahvolda bo'ladi bu. Qimirlab turadi. Chiroyli bo'lib ko'rinadi. Birovga hadya qilsanglar ham chiroyli. Mana hozir men bitta lavandani yasadim. Lavandamiz ham chiroyli chiqqan. Buni boshqacha sariq gulli qilsa ham bo'ladi ranglarini. No, asosan lavanda mana shunaqa siyoh rang bo'lgani uchun o'shani rangidan, o'zini rangidan qilib yasadim. Kimga kerak bo'lsa, marhamat. Zakaz qilsanglar qilib beraman. Rahmat.